Salom do'stlar, hozirgi videomizda biz xonani diagonalini chiqarishni ko'rsatamiz. Agar biz uy qurmoqchi bo'lsak yoki fundament qurmoqchi bo'lsak, diagonalni oddiy va oson chiqarishni yo'lini ko'rsatamiz. Hozir ikkita prямouгольник chizib olamiz. Buning uchun biz Pifagora teoremasidan foydalanamiz. Buni maktab davrida geometriyadan o'tganmiz. Hozir esimizdan chiqib ketgan. Hozir biz shundan foydalanamiz. Masalan, xonamiz do'stlar 7 ga 8 bo'lsa, eni 7, uzunligi 8 bo'lsa, 7 ga 7 ni ko'paytiramiz. Eniga enini 49 chiqadi. Uzunligi 8 ga 8 ni ko'paytiramiz. 64 chiqadi. 49 ga qo'shamiz 64 ni. 113 chiqadi javobi. Mana tushuntirish uchun 7 ga 8, 113. Yana bitta boshqa xonamiz, masalan, boshqa razmer bo'lib qolsa, qo'shimchasi bilan 520 ga 740 bo'lsa, masalan, buni qanday chiqaramiz? Bu ham xuddi shunday. 520 ga ko'paytirilgan 520, eniga eni ko'paytiriladi. 27,04. Uzunligi 740 ko'paytirilgan 740. Javobi 54,70. Ana endi 520 ko'paytirilgan 520 ning javobini qo'shamiz buni javobiga. 27,04 qo'shilgan 54,70. Mana javobi 81,8. Ana endi tepadagi xonani diagonalini chiqarib olamiz. Buning uchun kompyuterda kalkulyatordan foydalanamiz. Telefonlarda ba'zida chiqaradi, ba'zida chiqarmaydi. 113 ildiz iznagini bosamiz. 10,63 diagonal. 10,63. Mana bu xonamizning diagonali bo'ladi. Ana endi bu keyingi xonani ko'ramiz hozir mana. 81,8 ildiz iznagini bosamiz. 9,04. Bu xonani diagonali 9,04. Mana ikkala xonamizda ham diagonali chiqdi. Videoda xatolik bo'lgan bo'lsa oldindan uzr. Sizni qiziqtirgan savollar bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring.